Bugungi kunda yoshlarning zamonaviy bilim olish, kasb-hunar egallashi va kelajakda o'z hayot yo'lini aniq belgilab olishi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu maqsadda Uzun tumani 2-son texnikumi tomonidan 2026-2027 o'quv yili uchun o'quvchilarni jalb qilish bo'yicha tuman hududidagi umumta'lim maktablarida keng ko'lamli targ'ibot va tushuntirish ishlari izchil tashkil etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini tamomlayotgan yoshlarning qiziqishi, qobiliyati va iste'dodiga mos ravishda kasbga yo'naltirish, ularga to'g'ri tanlov qilishda amaliy yordam berish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad maktab bitiruvchilarini kelajakda mustaqil hayotga tayyorlash, ularni aniq bir kasb egasiga aylantirish, zamonaviy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan yo'nalishlarga yo'naltirishdan iboratdir. Shuningdek, bitiruvchi o'quvchilar texnikumda yaratilgan imkoniyat va shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Uzun tumani 2-son texnikumi tomonidan 2026-2027 o'quv yili uchun o'quvchilarni jalb qilish bo'yicha muntazam ravishda targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Barcha maktablardagi 9-sinf, 11-sinf o'quvchilarimizni biz o'zimizni bugungi 2-son texnikumimizga taklif etganmiz. Bu borada bu yerga 9-sinflar uchun 10 ta yo'nalish, 11-sinfda bitiradigan o'quvchilarimizga esa 5 ta yo'nalishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Bu yerda yuqori malakali toifali o'qituvchilarimiz dars o'tadilar. Har bir yo'nalish bo'yicha biriktirilgan o'qituvchilarimiz o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Muhtaram prezidentimiz bizga bildirgan ishonchlari, bizlarga yaratib berilgan shart-sharoitlardan unumli foydalangan holatda biz hozirgi vaqtda yoshlarimizga ilm bilan birgalikda kasblarga ham o'qitib kelmoqdamiz. Biz Uzun tumanimizdagi barcha maktablar, Sariosiyo tumanimizdagi barcha maktablarimiz hozirgi kunda tashrif buyurib shu yerda o'zlariga qiziqqan kasblar bo'yicha o'rganib chiqilyapti. Men o'ylaymanki, biz yoshlarni albatta o'sha mutaxassislarimiz bo'yicha qamrab olib, kelajakda kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, o'zlarining oldiga qo'ygan maqsadlariga yana erishish uchun va hozirgi bizda bitirib chiqqan yoshlarimiz o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha yakka tadbirkorlikda ishlar olib borib, o'zlarining jamiyatdagi o'rnlarini topib bormoqda. Bu kabi uchrashuvlar davomida o'quvchilarga texnikum faoliyati, mavjud ta'lim yo'nalishlari, qabul jarayonlari, ta'lim olish imkoniyatlari, amaliy mashg'ulotlar, kelgusida ish bilan ta'minlanish istiqbollari haqida atroflicha ma'lumotlar berilmoqda. Bu yerdagi qandolatchilik bo'limlari, IT sohasi menga juda ham yoqdi. Bu yerdagi shart-sharoitlar, qulayliklar odamni lol qoldiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sport zallari, kutubxonalari odamni o'ziga jalb qiladi. Men to'g'risi maktabga qolsammikin yoki chiqsammikin deb ikkilangandim. Bu yerga kelganimdan keyin men bu yerga o'qishim uchun o'zimga bo'lgan shijoatim juda ham kuchaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Men endi nasib 10-sinfni shu yerdagi IT sohasida olib bormoqchiman. Bu yerdagi shart-sharoitlar menga juda ham ma'qul tushdi. Yoshlar uchun to'g'ri kasb tanlash kelajakka qo'yilgan eng muhim qadamlardan biri. Bu borada mazkur texnikum tomonidan tuman maktablarida tashkil etilayotgan targ'ibot tadbirlari yoshlar uchun ayni muddao bo'lyapti.